Toğluq Tömürxan Abdüvəli Əli 7-ci bab Tağ aralab karvan keldi. Bilgin ki dünya bir mənzildir. Yoldan, mənzillərdən hər bir adam çoxum kelidu. Qimmatlik saadetler Muhammed el-Xəzzali Miladiye 1356 bahar pasli. Ötken yılı küzden başlap Kuchu idutlığı özü qaraşlıq bolğan Çağatay ordusının parman buyruqlarını közge ilmay koydu. Bulubmu Kuchu idiquti Künçük Tağır tağlarının su bölgüç nuqtısığı caylaşqan Bulaq Beşi deyen qal'ada zor qoşun turğusup Kuchu Uyghur xallığı bilen Çağatay memleketinin şimalıdaki her qaysi cayları bilen bolğan alaqısını üzgenligini jakarlığandan buyan yüz bergen bir qatar vaqalar Çağatay memleketinin xani Toğluq Tömür'nün ahirki qararğı kelişige türtkü boldu. Toğluq Tömürxan divan xanısı da yalğız olduratdı. Onun aldıdaki pakar şiranın üstüde peçte buzulğan bir parça name turatdı. Bu Kuchu idiquti Künçük'nün Bulaq Beşi bargahının kütvali tübençük bəkke düşürgen məxbi yarlıqı bolup bu yarlıqda eğitilgan mundaq sözler xanni çonqur oyğa selip koydu. İçtiki yarlıq Bulaq Beşi körəsində tübençük ögəgə. Betikdə nə öküş yarlı qayu aytalım, siz yemeği soğdu, tothanıq eliçinizden ötünü aytışmışsınız, kelip küzünti betik, ötügünüz taki kuyas, elağ tilin kati qaya toğurluq, savsöz erdi erser, barca uqa yarlıqqa, demiz kuyas elalıq kuçuqa ötertitse, ani öze tat yolarıq tuturun, tip yarlık aytu yarlık atımız erti tatardın köz yemelikti. Yani bu yarlıqның tercümesi mundaq idi. Bu məxbi yarlık Bulaq Beşi bargahının əmri tübençük Baturğa. Məzkur məktubda nurgun buyruqni pərmanlayımız. Siz 2 nəfər soğduq casusi toğrısıdaki təlibinizni nökerinizden eğitip verip dikensiz. Əvətgən yazma məlumatınızda bayan etken Kuyas, eli tarafının əhvali toğrısıdaki hər qandaq dəl vaxtıdaki gəp sözlərinin həmmisini uqub xəbər tapdıq. Şuna uşbu yarlıqni sizge əvətdik. Kuyas eli tarafdakiler Kuchuğa leşker tartıp keliş tereddütüda bolup ötüptü. Bu toğrısıda tat yolunu məhkəm saqlan dep yarlıqda eniq çekilep pərman düşürgen edik. Elhal casusumuz bolmuş Təgən apa it qayalar kepti. Ularmı bu vaxtki uçur sırıqlarını alğaş kelişipti. Ularının eytişçe Moğullar tat yolunu boylap Cənubqa kelməkçimiş. Şuna tat yolunu gece gündüz məhkəm bekitip turğaysız. Mubada itiqadımız dəxli təruzğa uçurmasa sülhi qilishni oylaşımız. Yana birer uçur sırıq uqulğıca her qandaq adamni tat yoludun qaddi ötküzmegeysiz. Bu yarlıqımız at yılı 12. ayının 20. günü əvətildi. Ediqut Künçük aliləri. Toğluq Tömürxan divan xanısının içində qollarını arqısığı tutqun içə uyaq buyaqqa manqaş xiyal sürüşke başladı. Kuchu Ediqutunun məxbi yarlıqıdan onun hem yaraşmaslıq, hem uruşmaslıq yolunu tutqallıqı, şuna dini itiqat məsilside Çağatay ordusu bilen hergiz mürəssə qilishni xalımhaydığallığını eniq körvalğılı bolatdı. Biroq Kuchu Uyghur xallıqının muxtariyat jakarlığallığı ve Mavara Ünhə yerdeki baştaq Barlas ve Sulduz ulusunun
təbriqçilik g'ovg'olari ko'rinishda bir-biriga o'xshab ketganda qilgan bilan qo'chuv masalasini Barlas Suldus uluslarning ishini hal qilganda qo'llangan favqulodda chora bilan hal qilganda Chag'atay saltanati o'ziga ish tepib oladi. Şuna qo'chuv masalasini boshqacha chora bilan, ya'ni bir qadar mo'tadil chora bilan qo'llanib hal qilishga to'g'ri keladi. Chag'atay mamlakati qizil go'sht bo'lsa, qo'chuv Uyg'ur xalqi bu go'shtdan o'sib chiqqan qizil tirnoq edi. Tirnoqni go'shtdan zo'rma-zo'r ajirtaman desa, uning azobiga chidash mumkinmi? Mubada Chag'atay saltanati mamlakatda o'ziga yana yangi bir baloyi ofatni ko'paytirishni xohlamasa, ya'ni qo'chuv Uyg'ur xonligini Chag'atay mamlakatining zimin doirasidan chiqarib atmay deydigan bo'lsa, ham Chag'atay ordusidimi, ham qo'chuv Uyg'ur xonligimi qabul qila oladigan bir turlik mo'tadil chorani tepishi lozim. Chunki o'z qinidan chiqib ketib, elni besib ketish oldida turgan bu tabriqchilik daryosini zo'rliq bilan o'z qiniga chekindirishning unchavala oqilona masala emasligini xonning o'zigimi ayon edi. Nihayat Chag'atay xoni to'g'liq Temur bütün o'y fikrini bir nuqtaga yiqqandan keyin ana shundaq bir xulosaga keldi-da, Amir Kebir Tashtemir Bahodir, xon inisi Temur Malik, xon muhrdari Yalliq Tayshi va Shayxul Islom Mavlana Arshidin Valiyulloh qatorliq 4 kishini divan xonasiga kengashga chaqirdi. Temur Malik divan xonasiga kirib kelganda Tashtemir Bahodir, Yalliq Tayshi va Mavlana Arshidin Valiyullahlar xonning oldida qo'l bog'lab turishgan ekan. To'g'liq Temur inisi Temur Malikni ko'rib, alayda ehtirom bildirib, o'rnidan turdi-da, uningga qo'lini uzatdi. Temur Malikmi qoidaga binoan beshini egib, xonning qo'lini so'ydi. Xon divan xonasidagi xizmatkorlarni chiqib ketishga ishorat qildi va eshik pardasini tushirgizvatgandan keyin Tashtemir Bahodir bilan Temur Malikka o'zining o'ng tarafidan, Yalliq Tayshi bilan Mavlana Arshidin Valiyullohga o'zining so'l tarafidan o'rin ko'rsatdi. Ular joylashib olgandan keyin xon ularning har biriga sinchilab qarab chiqdi-da, "Sizlar men uchun go'yo qarong'uda, jangalda ezib yurganda yo'l ko'rsatadigan rahnoma hisoblanasizlar", dedi aldirmay so'zlab. "Biz butkul Chag'atay zaminida yangi boshdan qudratlik bir mamlakat barpo qilyapmiz. Sizlarga o'xshash istidodli, sadoqatman, fidokor va komil odamlarga tayangandilar ulug' maqsadlarga cho'qim yetkili bo'ladi. Şuna biz xuddi büyük qumluqning aqar qumidek chechilib ketgan Chag'atay ulusini yo'lboshchi bo'g'larim Chingiz xon bilan Chag'ataydan qadrlik atam Isan Bug'axondan miros qolgan, hala bugun atamdan menga baqi qolgan ashu qarchuga suratlik qizil tug' ostiga ittifoqlashtirishga muvaffaq bo'la oldik. Biz hammamiz Chag'atay elida tug'ilib o'sdik. Ata-bobolarimizning muqaddas sumaklarimi mana shu aziz zaminda yerlashgan. Biz elni birlikka keltirib, qudratlik mamlakat qilib qurib chiqish uchun ulus millat, din e'tiqod deb ayirib o'ltirmasdan bütün xalqni bir tug' ostiga ittifoqlashtirish yo'lida harmay talmay kurash qilib kelmoqdamiz. Al-hol hozir qaraydigan bo'lsak, mayli ilgiriki diniy adovatlar bo'lsin yoki milliy nizolar bo'lsin, hammasining g'arazlik maqsad yo'lida o'ylab chiqarilgan bir turlik mash'um sun'iylikdan boshqa narsa emasligini ko'rdik. Shunga ko'p xil din, turlik e'tiqodlar hukm surgan bir elda insonlarni o'zining tabiiy asosidan yiroqlashtirib, o'zaro yotlashtirib o'tadigan ana shunday mash'um sunniy adovatlar tufaylidan tafriqchilik, yig'iliq, acharchilikqa o'xshash ko'plagan fojialarning yuz berishi hargizmi ajablanarlik ish emas.
Haq sözlediler Cenab-ı Han alileri, dedi Mevlana Erşidin Veliyullah Han'ın sözünü kuvvetlep durup. Meyli Müslüman yaki Brahman, Nasara yaki Cuhud bolsun, ateşperest yaki butperest bolsun, ularning hemmisi aslida Adem ata bilan Hava anının avlatları idi. Şuna apiride bolgan kündün tartip ular intayin tavazulluq ve kemterlik bilan yaşap kelişken idi. Ular ne devran sürüşünü xalap ketmeydigan addi insanlar idi. Bu dünya ular üçün hiç qancha jalibtar emas idi. Ular daq yerde o'ltirib, ingishib tamaq g'iza yeyishatdi, nepiz bo'ri ustida yetib aram elishatdi. Ularning rahbarlarimi xuddi shularning o'ziga o'xshashla to'limu oddiy hayot kechiratdi. Ularning orasidagi martabaliklari bilan martabasizliklarini, qul bilan xo'jayinni farq etmak qiyin edi. Şuna ular tez ro'naq tepib, tez avg'an va bir tug' ostiga uyushib, bir elda, bir mamlakatda inoq ijil yashab kelishgan edi. Bu chaqda Xan shira ustida turgan heliqi pechatlik nomani qo'liga oldi va qaranglar, noma Qo'chu Idiqoti Kunchukning qo'l ostidagilarga tushirgan maxfiy yorliqi deb so'zini davomlashtirdi. Uni bizning Qo'chudagi odamlarimiz qo'lga tushiribdi. Xan so'zlab etib, bu maxfiy yorliqni Amir Kibir Toshtemir Bahodirga uzatdi. Biz o'tgan yili mamlakat miqyosida din islohoti yurgizib, islomiyatga e'tiqod qilganligimizni jakarlagandan keyin, dedi u so'zini davomlashtirib. Idiqot Kunchuk chegarasidagi bütün gümrük o'tganlarni taqab, o'zining Chag'atay xalqiga bo'ysunmaydiganligini jakarıldi. Biz nechirat elchi avat deb nasihat qilib yorliq tushirgan bo'lsaqmi, ammo u majusilikqa jahillarcha ching turyotidi. Bizning sizlarni bu yerga chaqirishimizga maqsadimiz Chag'atay xalqi bilan Qo'chu xalqi o'tirsidagi hozirgidek bundaq ham yarashmaslik, ham urushmaslikdek qatmal holatni qandaq qilganda unumlik buzib tashlab, Qo'chu xalqini xalqimizning amr farmonlariga itoat qiladigan qilg'ili bo'ladi degan masala ustida o'y fikringlarni anglab baqmoqchi. Bu chaqda Toshtemir Bahodir qo'lidagi maxfiy yorliqni xonga ehtirom bilan sundi. Divan xonning ichi yerga yengni tushib ketsa anglangudek jimjitlik hukm surdi. Biroq bundaq jimjitlik oxiri Shayxul Islom Valiyullah tarafidan buzib tashlandi. Xon olilari damadir, dedi u intayin tavazu bilan so'z boshlab. Shundaq Qo'chu xalqi islomiyatni e'tirof qilmagani bilan uyg'on tangrini e'tirof qiladi. Demak, bu jihatdan ilib etganda almisaqdan tartib ta hozir qadar bino bo'lgan har xil dinlarning orasida tangri demaydigan, tangriga cho'qinmaydigan din bo'lmasi kerak. Biz Uyg'urlarda qochqanmi tangri deydi, qo'g'ilganmi tangri deydi deydigan bir maqol tamsil bor. Darvaqa turlik uluslar, turlik qavm millatlar Tangri Taolani turlik nomlar bilan atishidi va har xil sifatlarni berishidi. Demak, bu yerdagi ashu turlik farqlar insonlarni adoqli yuksaklikka yetkazadigan ashu sehrlik so'qmoq yo'llarining har xil, har turlik bo'ladiganligini ko'rsatadi. Shuning uchun biz Qo'chu xalqining oxirida Tangri Taolo degan bir o'rtaq aqidaga ishonganligiga umidvor bo'lishimiz lozim. Aqlingizga sanat Mavlanam, dedi To'g'liq Temir xo'shal bo'lib. Undaq bo'lsa aytib beqingchi, Qo'chu xalqi bilan xalqimiz o'tirsidagi ham yarashmaslik, ham urushmaslikdek bundaq qatmal holatni o'zgartirish uchun qanday qilishimiz kerak? İzin berdiniz Cenab-ı Han alilari, deb ta'zim bajo keltirdi Valiyullah. Shundaq,
Hazır xan aliylərinin beşini qatırğan bu məsələ İslamiyyət barlıq gəlgən dəsləbki məzgildə musulman tazilərmu düç gəlgən bir məsələ idi. Şundaqmı? Qini sözləb beqin, baş üstüge, dedi dəb qulluq bildirdi Mevlana Veliyullah. Dərhal, mübada Qo'chu idiqoti İslamiyyətga etiqad qilishdan bosh tortsa, saltanatimiz belgilagan qalon tuzuk bo'yicha jizya, ya'ni jon beji topshirishimi bo'ladi. Bu vaqtda Qur'on Karimda jizya deb atiladigan jon beji to'g'risidagi bir turlik belgilama bor. Shu bo'yicha qilsak, Chag'atay xoni To'g'liq Temir bu so'zni anglab, boshqalardan ruhlanib ketdi-da. Ey Mevlanam, qaysi usulni deysiz? Deb so'radi. Mubada Allohga oxirat kuniga ishonmaydiganlar aslidagi gumroh e'tiqodidan voz kechishni xohlamay, o'z dinimizda qolamiz desa, uningga mayli. Sulhiga kelib, tavallik bildirib, xarajat topshirsalar, homiylikka erishib va jismoniy jihatdan qo'g'dilib, mol-mulki kapolatga ega bo'ladi. Barakallah, ey Mevlanam. Siz bizga qiyin bir masalani yechib berdingiz, dedi xon mamnun bo'lib. Qo'chu e'tiqodini o'zgartirishni xohlamagandan keyin biz vaqtincha bu masalani keyinga qoldirib qo'yib, sulhiga kelsakmikin deb o'ylagan. Biroq To'g'liq Temir qo'lidagi maxfiy yarliqqa qarab qo'yib beshini chayqadi. Biroq Qo'chu e'tiqodining Mavara Unhay yerdagi ashu bosh-boshdoq isyanchi barlas va sultuslardek saltanatimizga mush ko'tirib chiqishni nadan bilaylik? Ey Xaqona azam, hargiz malol bo'lmag'aysiz, deb tasalli etdi xon muhrdori yalliq tayshi. Qo'chu e'tiqodligi Mavara Unhay yerdagi isyanchi barlas suldus ulusiga o'xshamaydi. Uning ustiga Qo'chu e'tiqodi nasab va asab jihatdan texsiz janobiy oliylarga tuqqan keladi. Chunki ulug' bo'g'ingiz Chingizxon Qo'chu e'tiqodi Barchuq Artekinni o'z o'g'lim degan. Uning ustiga Qo'chu e'tiqodligi saltanatimizning olqinidagi zamin. Uning atrofi poyonsiz qumliq va tangir tog'lari tarafidan o'rbilangan. Bundaq foydasiz tabiiy muhit bilan hozirgi vaziyatning taqozosi ularni oxiri biz bilan sulhi qilishga majburlaydi. Uning ustiga e'tiqod kunchukning maxfiy yorliqidimi uning biz bilan sulhilashish orzusi borligi qayd qilinibdi. Shundaq ekan, uning biz bilan yarashmasligidan ansirab ketmasakmi bo'ladi. To'g'liq Temirxon Abduvali 7-bob tog' aralab karvon keldi. 367-betdan boshlandi. Rivoyat qilinishicha, Hijriyaning 5-yili, milodiya 626-yili payg'ambar alayhissalom qo'shni allarning hukmronlariga maktub avatib, ularga yangi dunyoning xush xabarini, Allohning o'ziga eng oxirgi payg'ambarlikni ato qilganligi to'g'risida baxit xabarini yetkazgan ekan. Biroq bu hukmronlar tazilarning vatandak ham cho'l, jazira ham qaloq mushundaq bir joyda qiymati intayin yuqori bo'lgan mushundaq bir yangilikning maydonga kelishini aqliga zodili sig'dira olmagan. Shunga ular islomiyatga kirishni rad qilib, musulmon bo'lishga unamagan ekan. Hijriyaning 14-yili, milodiya 635-yili yuz bergan bir qitimliq urushda musulmon qo'shinlari kuffarlarning bir shahrini sulhi qilish chorasini qo'llanib, fatih qilishga muvaffaq bo'lgan. Shu qitim ularning kuffarlarga qo'ygan sharti keyingi chog'larda islom qo'shinlari tarafidan bo'ysundirilgan joylarga qo'yilgan shartlarning ulgusi bo'lib qolgan. To'g'liq Temirxon mamnunlik bilan kulimsirab qo'ydi. U birdilla ko'ngliga bir aql kelgandek beshini langishtirib qo'ydi. Ayni chaqda Qo'chu e'tiqodi kunchuk ham yarashmaslik ham urushmaslik maydonida ching turilish orqali Chag'atay saltanatidagi Amir Qazg'in Barlas bilan Amir Bayon Sulduslar boshchiligidagi bir turkum bag begatlarning tabriqchilik
tugminiga rasa suv quyib beriyotgan edi. Bu ulus beglari aslida tugmini tuga, tarixni tavuz qilib ko'rsatadigan, jahonni qalaymaqan bo'lmasligidan ansiraydigan odamlar bo'lg'ashqa, Tug'luq Temirxonning Qo'chu Ediqoti bilan bo'lgan munosabatining texmi mushkul, texmi murakkab va texmi yomonlab ketishini tilaydi. Shunga ular islohot fursatidan foydalanib, mamlakatning boshqa joylaridan İslamiyatni qabul qilishga qarshilik ko'rsatayotgan uluslarni talon-taroj qilib, boylik to'plash uchun ularni qilish bilan bo'ysundirishni talvilacha tashabbus qilishadi. Halbuki bundaq qilishning natijasi mamlakat ichida isyonga, to'polonga, yig'i urushga sabab bo'ladi. Xon oxiri qat'iy niyatga keldida qo'lini ko'tardi. "Sizlar to'tinglar mening mavkatdagi eng ishonchli odamlarim", dedi u. Mamlakatning birligi, mamlakat ichidagi al uluslarning uyul tashda ko'makligi biz uchun hammadan ustun turadigan oldingi shart hisoblanadi. Chag'atay mamlakati go'sh bo'lsa, Qo'chu Uyg'ur xalqi uningdan o'sib chiqqan qizil tirnoqdir. Tirnoqni go'shtdan ajrataman desak, og'riqiga odam zodi chidab bo'lolmaydi. Bizning Qo'chu Ediqotligiga lashkar tortishni xohlamaganligimizmi dal ashu qizil tirnoqni ashu go'shtdan ajrata olmaganligimizdan bo'lgan. Ba'zilar Qo'chu Ediqotligiga lashkar tortish uchun bizni hadab kuch-kuchlamoqda. Shundaq bo'lsin-mu deyli. Mubada urush bo'lib qolsa kimlar foyda olib ketar, kimlar ziyon tortar? Qo'chu Ediqotligidagi puhrolar Chag'atay puhrolari emasmikan? Chag'atay xalqi uzun yillardan beri yig'i urushlari o'tlari ichida puchilib yetguncha azob tortdi. Bas endi, yetar. Biz sulhi tuzish uchun Janobi Temur Malik Bahodir boshchiligidagi elchilar o'mikini Qo'chuga avatishni qaror qildik. Xon Temur Malikka qarab, "Siz elchilik ishini Janobi Muhrdar Yalliq Tayshi bilan maslahatlashib bekitgaysiz", dedi. Bash ustiga deb darhol qulluq baja keltirishdi Temur Malik bilan Yalliq Tayshi. Janobi Amir Kibir Tashtemir Bahodir, dedi xon so'zini davomlashtirib. Bizning Qo'chu Ediqotligiga elchi avatish haqidagi mavqifdagi boshqa amir baglarning o'y xiyollarini anglab boqqimiz bor. Shunga siz haftadan keyin ularni Qubbilik saroyga kengashga chaqirg'aysiz. Amringa farmon dardarman, janobi xon oliylari, deb sarkardalarcha xos chapdastlik bilan javob berdi Tashtemir Bahodirmi darhol. "Amsa sizlarga ijozat", dedi xon. Ular "Xon oliylari yashag'ayla, tuman ming yillar yashag'ayla", deb xonga olqish yoqtirgandan keyin divan xonasidan qaytib chiqdi. Qubbilik saroyida o'tkazilgan o'rda kengashida Chag'atay xoni Tug'luq Temur o'zining Qo'chu Uyg'ur xalqi masalasini sulhi qilish yo'li bilan hal qilish qaroriga kelganligini e'lon qilganida saroyning ichi xuddi qaynayotgan qozondek po'riqlab ketdi. "Xon oliylari, ashu majuslar bilan sulhi qilamiz demsam, bizni ularning ustiga boshlab bor", deb vaqirdi qeri ulusbegi Amir Qazg'in barlas qizishib turib. "Biz Qo'chu, Lukchun, Yarg'ol, Qamil, Chuqqu chalishlarni tub talas qilib tuzlab tashlaymiz. Majusi butparastlarni bola chaqalar bilan qo'shib qirib tashlaymiz. Biz ularning dunyo dafnlarini o'ljilib qaytamiz. Qo'chuda qishliqi qattiq sovuq, oq qor, ko'k muz bo'lmaydi", deb luqma soldi uning so'ziga ulusbegi Amir Bayan Suldusmi. "U yerda davomli issiq bo'ladi. Yozda tatlı qo'g'inlar, shirin sharbat uzumlar va yumshoq paxta beradigan kevaz o'sidi. Ana shundaq suyi alvak, o't cho'plari mo'l, boy o'lkada majusi Uyg'ur tatlari butqi tevinib, xotirjam yashasa maylimi? Yo'q. Biz Qo'chu Ediqotligini qo'limizdagi o'tkir qilish, sunguz nayzlarimizga tayinib bo'ysundirishimiz lozim. Bizning mangu yengilmas bahodir qo'shinlarimiz tarafidan vayron qilib tashlangan Qo'chu, Yarg'ul, Lukchun,
Kamil, Çalış qatarlıq şəhər avdanlarının xarabisiga arp sulu terişimiz lazım. Payansız yaylaqqa aylandırılğan aşı bozluqlarda bizning polat toyaqlıq atlarımız otlusun. Məcusi qoçuluqlarga kerki sülhi emas, balki neyzi qilishdir, deb baqirash deyib qalgan Barlas Suldus əmirlərmi onu qollab. Taxtda badashqan qurub sürlük qiyafətdə o'tirgan Çağatay xani to'g'liq tömür o'rnidan qimirlab qo'ydi. Barlas Suldus əmirlərinin bək həddidən eşib ketiyotqanligini ko'rgan Əmir Kebir Taştömür Bahadır dərhal ularga qo'l shiltidi. Har qaysing kimning oldida so'z qilishyapsan? Xan aliylarga munda qo'pol javob qaytarishga qanday jur'at qilishding? Qo'choga hozirning o'zida lashkar tartib berishni xan aliylari bilmaydi deb o'ylashyapsan? Xan aliylari qo'cho masalasini qalami yo'l bilan hal qilishni allaqachon o'ylashib qo'ygan. Bu chaqda xan qo'lini asta egiz ko'tarib, mavkatdagilarni tinchlanishga ishorat qildi. Saraydagilarning hammasi jim bo'lishdi. Biz mamlakat miqyosida islohotni yo'lga qo'yib, islom dinini al dini qilib belgiladik, deb salmoq so'zlashga boshladi xon. Mamlakat miqyosida islomiyat qalan tuzuklarini o'ngishliq joriy qildirdik. Biroq Idiqut Kunchuk aliylari saltanatimizning islohot tadbirlarini qabul qilmay, islom diniga kirishni rad qildi. İslamiyatning qalan tuzuklari va Çağatay saltanatining amr farmonlari ta hozirgacha Qo'cho Idiqutligida joriy bo'lib kelmoqda. Uning ustiga Idiqut Kunchuk maxfiy yorliq tushirib, gumruq o'tganlarni taqab, biz bilan bo'lgan barliq munosabatni uzmoqchi. Biz natijat alchavatgan bo'lsaqmi, natijasi ko'rilmadi. Hatta Qo'cho iditligini cho'chitib qo'yish uchun lashkar avatgan bo'lsaqmi, unumi zo'r bo'lmadi. Xon bizga ishonmay og'zidan onasining sutining purg'i ketmagan ashu Tömür Malikni sarkarda qilib avatgandikin, mag'lub bo'lmay g'alaba qiladimi amsa, deb zaharini sanjidi qeri ulusbegi Amir Qazg'in Barxas. Ha, qubbilik saroyning ichida faraqlab kulgi ko'tarildi. Xon uning so'ziga pisand qilmasdan so'zini davom qildi. Biroq biz Qo'cho Idiqut bilan bo'lgan bu ziddiyatni hal qilishda azaldan urushga tayinib masala hal qilishni birinchi o'ringa qo'ygan emasmiz. Shunga bu ziddiyatni yanada sulhi sala yo'li bilan siliq hal qilmoqchi bo'ldik. Shu vajdan biz Qo'cho Idiqutining huzuriga Tömür Malik boshchiligidagi elchilar o'migini yana avatishni qaror qildik. To'g'liq Tömürxon qo'ltiqiga jo'zidanni qistirib, yanada o'ri turgan xon muhrdori Yalliq Tayshiga murojaat qildi. Janobi muhrdor, bizning Idiqut Kunchuk aliylariga yozgan maktubimizni tayyorlab qo'ydingizmikin? Allaqachon tayyorlab qo'yganman, janobi xon aliylari, dedi u xonga javoban. O'qing, bosh ustiga. Deb Yalliq Tayshi Qo'cho Idiqutiga yozilgan maktubni o'qishga boshladi. Biz zinhor din, e'tiqod va millat deb ayirmaymiz. Siz bilan billa ulug' bovimiz Chingizxon davridagidek yagona va qudratli mamlakat barpo qilishni muddao sifatida tanlaganmiz. Biz sizni jangda yengib chiqishga tamoman qodirmiz. Biroq qarindoshlar orasida behuda qon to'kilmasligi va jon qiyilmasligi uchun sizdan tövandagi shartlarning orasidan birini tanlab olishingizni umid qilamiz. Agar butun xalqingizni boshlab islom diniga kirishni xohlasangiz, u chaqda sizga va xalqingizga xuddi o'zimizning musulmon qarindoshlarimizga o'xshash muomala qilamiz. Agar undaq qilishni xohlamasangiz, uningga mayli. Biz sizni hargiz zo'rlamaymiz. Chunki islomda zo'rlash yo'q. Faqat sulhiga kunib saltanatimizga taslim bo'lsangizlar bo'ladi. Hamda bizga tavallik bildirib, jizya xiroj topshirishingizni kifoya. Sizning va xalqingizning jismoniy va mol mulkining bexatarligi to'liq kafolatga ega qilinish
bilan billa do'stona muomaladan bahramon bo'lasiz. Agar buni qabul qilmasangiz, undaqda urush qilaylik. Buningdan kelib chiqadigan oqibatga Alloh o'zi hukm qilsin. Yuqorqi mazmunlar ustida vakilimiz Temur Malikka siz Janobi Idiqut oliylari bilan tafsiliy kengashib, bir qarorga kelish uchun to'liq huquq berildi. Gap tamom, noma va salom. Biroq xon oliylari, dedi Ulusbegi Amir Qazg'in Barlas astoydillik bilan so'zlab. Mubada Qo'chu Idiquti kunchuk sening sulhiy shartlaringga ko'nmasa qanday qilishni o'ylading? Hurmatlik Ulusbegi, dedi xon uningga javoban. Bugungi kengashning maqsadi dal shu edi. Sizlar bu vaqtda keng kushada kengishib ko'rgaysizlar. Xon so'zini tugitib, taxtdan turdi-da, Qubbilik saroydan chiqib ketdi. Xon inisi Temur Malik 20 yoshdan oshgan edi. U odatda o'zining kamso'z, eg'ir besiqligiga qaramasdan, yaqinqi kunlardan beri nimishqidir o'ng'ay ochiqlanadigan bo'lib qolgan edi. U kichikidan tartibla xon og'zi tug'liq Temurga o'xshash o'zida hech qanday qiyinchiliklarga va o'ng'ursizliklarga bosh egmay, beshini egiz ko'tarib yuradigan qaysar mijoz xulqini yetildirgan edi. Shunga u bir qarorga keldimi, bo'ldi. Har qanday yapti gap so'zlarga ancha parvo qilib ketmaydi. Kaygansay dalasida o'tkazilgan bugungi shikar bazmisida o'ltirgan bag amirlar orasida u hammadan yosh edi. Bayatın beri ba'zi qeyri amirlarning yoshlarni yaratmay zanglik qilishi, bo'libmi uni og'zidan sut purab turdi deyishi uningga hammadan bak alam qilayotgan edi. Lekin bugungi shikar bazmisida bo'lingan suhbatda birsi to'xtasa birsi yoshlarga haqorat keltirib o'ltirgan Barlas Ulusbegi, Amir Qazg'in Suldus Ulusbegi, Amir Bayan Suldusning zaharxandilik bilan qilayotgan so'zlarga parvo qilmay, xilg'icha o'zini tutib o'ltirdi. Lekin Bayan Suldus, "Men yulduzlarning qachon urush qilishga mos keldiganligini ko'zimni yumib turib aytib bera olayman" deb maqtanishga boshlaganda, Temur Malik bu maqtanchoq qerining so'zini qoq baldan bo'lib etdi. Shundaq bo'lsa, oldingi qatim Uyg'ur tatlari bilan urush qilganda osmondagi yulduzlar haqida bir eg'izmo so'z qilmasdan, boshqa ahmoqlar bilan billa Uyg'ur tatlarining bo'ktirmisiga o'zingizni urib, at soldingiz-ku. Boshqalarning orqasidan kulishga kelganda, sizlar hammadan chivar. Qani aytinglar, hozirning o'zida bizga o'zinglarning umringlarda yaratgan to'kpanglar haqida ozroq so'zlab bermamsizlar? Ömrünglarda öz aldığınlarga birer yeni narsa oylap çıkarganmısılar? Hiç narsa qilmadinglar. Bizni yaş, ağzıdan sütning purg'i ketmagan, jang qilishni bilmaydi deb yaratmaysizlar. Texi, o'zinglar bo'lsa dushmanning qarsini ko'rmaylar. Etinglarning beshini orqasiga burab, jininglarni apqetishni bilisizlar. Yani texi, yoshlarni so'ngik qatmagan bola qilgan ishi chala deb darhol aytsizlar. Ha, sen nimani bilasan? Deb terikdi Temur Malikning tanisiga zodi chidab o'tirolmagan Amir Bayan Suldus. So'rindiki boshqa bag amirlar paraq-paraq kulishib ketdi. Ba'zi amirlar bir-biriga ma'nili qarab ko'z qisishdi. Qeyri amirlardan birsi texi maslik nazar bilan chirtdi qilib yeniga tukirvatdi va "Shuni deyman-a, agar sen bizning aramizdan chiqqan shundoq donishmand sarkarda bo'lsang, qani o'zing qaysi urushga qatnashib qandaq dushmanni yengding?" deb so'radi Temur Malikdan. Bu chaqda Temur Malik o'rnidan turdi. Chedirning ichi mangalda charaslab qo'yayotgan archa o'tunining xushpuroq issiga to'lgan edi. Shuning uchun hech kim uning bad chiroyini ko'ra olmadi. U qat'iy va ishonchli talaffuzda salmoq so'zlashga boshladi. "Shundaq, urushda jangni qanday qilishni sizlar menga qaraganda obdan bilisizlar. Sizlar nurg'un qonliq urushlarni beshinglardan o'tkazib, so'nkinglar qatgan pishqadam baglardirsizlar. Biroq shuni esinglardan chiqarmag'aysizlarki, yoshda cho'ng bo'lganlik hargizmi urushda yengilishni belgilamaydi." Bu chaqda Amir Kibir Toshtemir Bahodir asta o'rnidan turdi-da, Temur Malikning yeniga keldi va
Tartınmay sözləver Tömürməlik. Bu sening növbətin. Bu qitim Qo'cho ilga elchilikka berib natijasiz qaytsang, masalani cho'qim urush bilan hal qilish to'g'ri keladi. Qani aytqina, mubodo bu qitimqi suhbat natijasiz bo'lib urush yuz berib qolsa, jangni qanday qilishimiz kerak? O'zingning o'ylaganlarini bizga aytib bergin, dedi u samimiylik bilan. Sizlar Qo'cholik majusiy Uyg'ur tatlarga tat yo'li orqali necha martaba tegish qilib ko'rdinglar, dedi Tömürməlik çedir ichida mangalni cho'rtab o'tirishgan bag amirlarga bir boshdan qarab chiqqandan keyin. Biroq har qitimqi hujumlarda bir talay ofatlar hisobiga o'ngishsizlik bilan oxirlashdi. Sizlar shuni o'ylab ko'rdinglarmiki, biz shu chaqda hujum qilish yo'nalishimizni kun bitish tarafdagi tat yo'lga emas, balki kun chiqish tarafdagi yo'lga qaratgan bo'lsak, balkim g'alaba qilib qolar edik. Masalan, Qo'cho'ga Mori, ya'ni Qo'cho'ga Mori joy ismi, Mori nahiyasi qadimgi Uyg'ur tilida yo'l xiti degan ma'noni bildirdi. Abdurdan. Mori tarafdan tegish qilishni o'ylashgan bo'lsak, hozirgidek ahvolni o'zgartirishga balkim foydasi tegar edi. Voy aqlliq bola! deb baqirdi qeri beklardan birsi kulib bo'g'ilib. Janobi Tömürməlik, beshingni tutib boqqincha sig'ing eshib qolmagan bo'lmasin yana. Tova, Qo'cho'ga Mori tarafdan tegish qilmishdi. Bu nima degan zerak-a? Ha. Çedir ichida o'ltirgan bag amirlardan Amir Kepir Toshtemir Bahodirdan boshqalari uning kulgisiga qo'shilib Tömürməlikni sanglik qilishga boshladi. Senza bu gapinga qaraganda Mori tog'larini xuddi chalish tuzlanligiga o'xshash to'p-tuz deb o'ylaydi ekansan-da, deb baqirdi kuchula silib ichitilgan kuchli qimizni ichib qizib olgan Ulusbegi Amir Bayan Suldus butun chedirni beshiga kiyib. Mori tog'larida faqat tat yo'lidan boshqa Qo'cho'ga o'tkili bo'ladigan yana bir yo'lning borligini ko'rsatib boqmamsan-da, qani. Qo'cho'lik majusiy Uyg'urlar Mori tog'laridagi tat yo'lini kuchli qo'shin bilan mahkam bekitib turibdi. Odatda salpang odamni tasda o'tadigan shu tat yo'lidan bizning otliq qo'shinlarimiz qanday o'taligidek, Uyg'ur tatlarining otliq qo'shiniga faqat otliq qo'shin bilan taqobil turish mumkin. Piyodalarning otliq qo'shiniga tang keladiganligini almisaqdan tortib hech kim anglab baxmagan. Piyodalar tat yo'lidan o'taligan taqdirdimi, tat otliqlarning shamoldek uchib kelib bo'rondek tegadigan shiddatli hujumlarga bardoshlik bera olmay, hashpashtigicha teri-perang bo'lib ketmasmi? Men odam avatib tat yo'lini va Mori tog'laridagi har qaysi o'tkal davonlarni mufassal tekshirdim, dedi Tömürməlik. Mubodo tat yo'li bilan mengishga to'g'ri kelganda, butun tat yo'lida aran 50 chamdandek yerdila ot tez mangolmaydi ekan. Biroq yo'lning bir bo'ligiga yog'och to'lab ko'rik salsaqlar ish putidi. Bu yog'ochlar talchiviqlardan pishiq eshilgan arqon bilan bir-biriga chetib bog'lanadi. Ala sharingni. Senza yog'ochlaringni tal arqon bilan bog'lab bo'lguncha qarovulchi Uyg'ur tatlari boshlarini chumkab uxlab turdi ekanda. Uxlab turmaydi, balki biz avatgan hiravullar tarafidan allaqachon joylab etiladi. Balkim davonbashi bargohida marab yetishgan tat otliqlarni musining bosqin qilishingga qarab turdi deydigansa, albatta qarovullarning ishini to'limi pinhon hal qilamizda. Tat otliqlarga hech qanday shart sezim bermaymiz. Mening o'ylaganlarimmo to'liroq ashular edi. Bilamsan Tömürməlik, dedi bir qeri bak qizishib. Agar sen o'zingni xon inisiman deb ashundaq bema'ni narsalarni o'ylab chiqirdigan bo'lsang, biz qerilarni kulkiga qo'yishning hojati yo'q. Ta hozirgacha boshqa tat yo'li orqali Qo'cho idiqutligiga zo'r otliq qo'shin o'tkazilgan birormi sarkarda ko'rilgan emas. Mana men o'tkazman. Chedirning ichida yana kulki ko'tarildi. Uningga 1000 otliq qo'shin beraylik, deb zarda qilib baqirdi qeri Ulusbegi Amir Bayan Suldus. U tat yo'lining qanday ekanligini bir ko'rib qaysin. Balkim uning aylanib qolgan beshi o'ngshilib qolsa ajab emas.
Mən başqa tağ yollarını allaqaçan tekşürüp körgenmen, dedi Tömür Məlik beşidən Moğolca din qalpıqını qolğa elib. O, bəgi əmirlərinin özüge işenmey vatqalığına heyran bulup, mörsini qısıb qoydu. Andın çedirdən çıxıb getdi. Bu çağda Əmir Kebir Taştömür Bahadır çedirdikilərə bir qarab etkəndən keyin onun arqısıdan son düşüb çıxıb getdi. Ular çedirdən çıxışı bilərlər, çedir içidiki qeyri əmir bəylər o ikisinin keynidən xuddi uğulusu çuğulğan uşaq hərlərdək qoğul düşüb g'ayvat qilishib ketishdi. Onun kalisi joyida emas. Sulduz Əmri bayanning uni anlatdi chedir ichida. Xonning nadiki ish-pish ko'rmagan bir so'ymini bosh alchi qilib qo'chug'i avatiman deganini qarab uni. Ko'rmiz-ku, dedi Tömür Məlik uning bu so'zini anglab o'z-o'ziga. Bu chaqda tog' tarafdan kelayotgan salqin tog' shamoli Tömür Məlikning yuziga urildi. Onun azar yegan ko'ngli azroq bo'lsa-mu taskin topgandek bo'ldi. Bu hakavur bəylərni faqat jangda nusrat qazanish bilanla qayil qig'il bo'ldi, dedi Taştömür Bahadır uning ko'nglini yasab. Xotirjam bo'lg'aysiz, hurmatli Əmir Kebir. Atabek janoblari, dedi Tömür Məlik xushqo'yliq bilan. Bu chaqda u o'zini xeli tutib olgan edi. Men bu tarafni allaqachon mo'ljallab bo'lganman. Mening ular bilan bas munozara qilib turilishimga sababmi bu peshqadam bag amirlarni menga fursat berishga qistasish uchun edi. Ha, yaraysiz Xonzodam. Taştömür Bahadır uning so'zini anglab, o'zini tutib olmasdan kulib tashladi. Sen haqiqatan xonning inisi bo'lishga loyiq. Biz oldin ola Mori tog'laridagi har qaysi davan o'tganlarga yaqin joylarga yoshirinchi qo'shin yo'tkab, qo'chuv etiqoti bilan o'tkazilgan suhbatni boshlashdan ilgari urush tayyorligini bitkazib olishimiz lozim, dedi Tömür Məlik yanıla jiddiy yo'sinda. Mubada bu qitim suhbat buzilib, qo'chuv etiqoti kunchuk lavzida turmay, saltanatimizga jizya xarajat to'lashdan bosh tortadigan bo'lsa, u chaqda biz uningga qandoq tegish qilish haqida oxirgi qarorga kelsakmi, kechikkan bo'lmaymiz. Əmir Kebir Taştömür Bahadır uning so'zini anglab, peshqadam Bahadırlarning qo'lidagi ulug' ishlarni o'tkazib olib, ularning jangovar yoshlik bahorini va hayotiy kuchini mangu saqlab qolish uchun yangicha qizg'inligi bilan yetib chiqayotgan yangi bir avlod yoshlarning yorqin simosini ko'rgandek bo'ldi. O'shara, sen qo'chug'i elchilikka mangandan keyin men darhol zo'r qo'shinni yo'tkab orqangdan yetib boraman. Rahmat, Atabek janoblari. Men sizning yordamingizga muhtojman, dedi Tömür Məlik Əmir Kebir Taştömür Bahadırning o'qiyaning kirchini to'li tortib qapirib, qadoq besib ketgan qo'llarini chin siqib turib. Xotirjam, Xonzodam, Xon og'ang bilan biz sana yar yo'lak bo'lamiz. Xotirjam bo'lg'aysan. Qo'chuluq Uyg'ur tatlarini to'liq islomga kirgizish ishi cho'qim sen va bizning qo'limizda vujudga chiqisi. Inshaalloh, etqiningizdek bo'lsin ilohim. To'liq Tömürxan 7-bab tağ aralab karvan keldi. 382-patdan boshlandi. Bugun bir yil ichidagi 24 mavsumning 6-si bo'lgan Qizilko'z mavsumi boshlangan kun. Qiniq ko'k osmon xuddi poyonsiz dengiz okeanga o'xshash zangar va suzuk bo'lib, osmonda alqanchilikmi bulut ko'rinmaydi. Sehiy quyoshning ko'zni chaqintadigan kuchlik nurida atrofdagi tog'lar xuddi yuvib qo'ygandek aniq ham yop-yeshil ko'rinadi. Kishini maftun qiladigan bahor fasli zaminni to'liq uyg'otib, hayotga shod-xuramlik va baxt saodat elib kelgan edi. Jilg'ining paynab yerida agri donay o'sgan bir tup qarg'ayning g'oli yaqindagi tuvanga qarab shaqirab eqib ketayotgan suning yuziga tegib turadi. Uning birdan bir shexi xuddi sohibxonaning
mehmanni uyga taklif qilib, kang quchoq ochgan qo'liga o'xshash oldi tarafga qarab so'zilib turadi. Uning oldi tarafida g'ujmak bo'lib o'sgan bir tub ozg'an oppoq chechaklar echilib ketgan edi. Shu zamonlarda Qo'chu Uyg'ur xalqining poytaxti Qo'chu shaharidan shimoldagi Bashbaliq shahriga boradigan mashhur tat yo'li dal mushu jilg'idan o'tadi. Hayratlik Tangri tog'lari Qo'chu shahri bilan Bashbaliq shahrining chegara pasliga joylashgan edi. Tat yo'li dal Tangri tog'ining suv bo'lgich nuqtasida bu tog'ni kesib o'tadiganligi uchun bu jilg'ining nomi yo'lning nomi bilan Tat jilg'isi deb ataladi. Tavan ustidagi qo'rg'on joylashgan joy Tavan beshi deb ataladi. Bu kishilarning odatda deyishganidek haqiqatan xatarlik bir yo'l edi. Tavan qor muz bilan qoplangan bo'lib, shivirg'an chiqib qoladigan bo'lsa-la, shamol qorliq cho'qqilardagi qorlarni uchirtib, jilg'ining ichidagi agri-bugri yo'lni hash-pash degichilik orliqda tub-tus ko'mib tashlaydi. Shunga bu yo'l qadimdan tartib tat yo'li yo'l yurmak to'limi mushkul, xatarlik va jafoliq bo'lg'ashqa qazo yo'li deb ataladi. Chag'atay saltanati hukm surgan keyingi chaqlarga kelganda ilgiriki tar, egiz pas va xatarlik bo'lgan bu tat yo'li endi janub bilan shimolning o'ttirsida kundan kunga eshib berayotgan qatnash, oila aloqa ishlarining ehtiyojini qondirolmaydigan bo'lib qolgan edi. Shunga Chag'atay ordisining farmoniga binoan Ediqut Kunchuk bu qadimgi tat yo'lini kengaytib, ot uloq va taxtirg'on bemalol qilib mang'alaydigan qilib yasatqizib chiqqan edi. Shuning bilan bu yo'lda mang'adiganlar texmi ko'paydi. Harbiy qo'shindan boshqa yana uzundan uzunga so'zilgan savdo karvonlari, diplomatiya elchilari, davlat xodimlari, ilm tashnalari, sayyohlar, din tarqatquchilar va chorvachilar uzuksiz qatnaydigan eng cho'ng qatnash yo'liga aylandi. Bu Chag'atay ordisi İslamiyatga ko'chishdan ilgariki ish edi. Biroq Chag'atay ordisi To'g'liq Temirxonning yorligiga binoan butun mamlakat miqyosida islom dinini davlat dini qilganligini e'lon qilgandan keyin Qo'chu Uyg'ur xalqi Chag'atay ordisining farmoniga bo'ysunmay butparastlikda chin turdiganligini e'lon qildi hamda shimoldan keladigan xavfni to'sish uchun Ediqut Kunchuk mamlakatning janubi bilan shimolini bir-biriga tutashtirib turadigan bu qadimgi tat yo'lini taqab Buloq beshi degan joyga zo'r qo'shin yo'tkab, gumruk o'tganlarni qattiq muhofazat qildi. O'tgan kashganlarni qattiq tahqiq qilib, shubhalik odamlarni qat'iy o'tkazmaslik haqida ijrosi qattiq farmonlarni tushirdi. Shuningdan e'tiboran tat yo'lidagi ilgirki avvatchilik birdilla pasayib, Qo'chu bilan Almaliq o'ttirsidagi zich aloqa uzilib qoldi. Kechqurun osmonni suri qora bulut qoplab, yerga ushoq yomg'ir unchilarini to'kishga boshladi. Yomg'ir tomchilari xuddi kuz kunlarining atiganlikdagi shabnam unchilardek bargi qiyoqlarning ustida lig'irlab turadi. Jilg'a og'zidagi xuddi içib qo'yilgan yalpig'ishdek ikki tarafga kang yeyilgan vodini o'ttirsidan yerib eqib chiqayotgan iqin yo'lga joylashgan ko'jim mahalla qilin daraxtliq arasidan g'uva ko'rinib turadi. Atrofini yo'g'on tashlardan qo'pirilgan, pakar qo'ruq tam o'rab turgan 30-40 eg'iz uyi bo'lgan bu mahallani kishilar Buloq beshi deb atashadi.
Hazır keş kirgen vaqt bolup, padıdın qaytqan ballar mahalleden birden ikiden qaytıp kelişmekte idi. Mahallanın çetideki bir qoru işçiden bir kız çıkıp, eqin buyudaki buluk ösken çöplükке bağlap koyulgan marqı mozayını yeşip qaytırıp kelip, qoruğunun aldıdaki mamığı boylap koygandan keyin vada taraftan çıkıp kelivatkan heyliqi atlıqlarga qarap koydu da aldıraş öyge kirip ketdi. Qaş qaraygan mezgilde qıq dövsi üstüde yatqan qara it bir dilla qavap ketdi. Öy egisi beşini çıkırıp qarıvidi, qoruğunun aldıda atlıq 5 adamның turğanlığını kördü. Kimsiler? Öy egisi bu natunuş adamlarga qarap koydu da, andın hədəp itilip qavavatqan iştqa vaqırdı. Ornыңdı cimiyat qaplan. Yoluvchilarimiz keç qaldık. Bütün azayimiz yağmurda çılık bolup ketdi. Öyüngizge kirip, yol bulup ketken anglimizni qurtulishqa bolamdikin, dedi ularning arasındaki yaş yigit. Öy egisi ularga başdan ayak sapselip qarap çıktı. Şübhilik birer iş sezmegenden keyin ularni öyge taklif qildi. Merhamet, atdan tushib öyge kiringlar. Anglinglarni qurtvelip öyümden tez ketinglar, dedi u endişe içinde atrapga bir qarab etgandan keyin. Kabanchuk begning lashkarlari uqib qalgıcha bu yerdan tez ketvelinglar. Bo'lmasa meni balaga tiqib qo'ysizlar. Odatda tağda ittik qarang'i tushib ketadi. Bu çağda asmanni qaplab olgan bulutlar allaqachon tarqab ketgan bo'lib, kecha osmonida yorqin yulduzlar chaqnab ketgan edi. Öy egisi mehmonlarni uyga boshladi. Andın chiroq yorug'ida ularga beshidan oyog'igacha sapselib qaradi. Yoluvchilar jami 5 adam bo'lib, heliqi yosh yigit ularning to'risi bo'lsa kerak, qolgan 4 kishi uning og'ziga qarab jim turishadi. U Chag'atay mo'g'ullarida kiyingan bo'lib, usti boshlari oddiy bo'lsa-mu, ammo radlik va pokiz edi. Uning söz hareketidan ifodalanib turgan cesurluk, özüge bolgan işenç ve bir türlük sürlüklük onu başkalardan alaydı farqlandırıp turatdı. O, öl bulup ketken üstü başlarını yeşip, öy egisinin ayalığı sundu. Öy egisi öy kiyimlerini talağı açıkıp yiyip koygandan keyin qaytıp kirdi. Elki yaş moğul yağmurda su ötüp bütünlay ivip ketken moğulca ötükini silip uçaktaki köyüvatkan uluk otның aldığa sürüp koydu da anca tüzüt kılıp ketmeyla çat yakıları kırçılıp ketken şırdaqның üstüde badaşkan kurup oldurdu. O obdan jaylaşıp olgandan keyin onunğa qarab texiçi öyrü turuşkan 4 hamrayga olturunglar dep işaret qildi. Atlarni o'tqa qo'yish kerak, dedi heliqi yosh yigit uy egisiga qarab. Biz bugun atdigan saharda 5 baliqdan chiqqandan beri atlarni tuzuk o'tiltib baqmidiq. Nima? Sizlar 5 baliqdan bugun saharda yo'lga chiqqanmidinglar? Dep sordu öy egisi hayran bulup. Elimi bu atlarning herip yıkılıp kalmağına hayran buluvatman. Ayal xo'jayin shirdaq ustiga dasturxon selib, bo'g'irsoq, ko'mach non va qurut erimchiklarni to'kib qo'ydi da, qizining qo'lidagi choy jo'shtin cho'chaklarga quyuq etilgan sutlik choyni quyib, mehmonlarning oldiga surib qo'ydi. Bunun hayran bo'lg'ichlik nemisi bor, dedi heliqi yosh yigit kulib turib. Biz tehi kun o'ltirib bo'lg'icha davom beshidan o'tib olarmiz deb o'ylagan edik. Biroq la'nati yomg'ir safirimizga halaqat berib bizni yo'ldan qo'ydi. Mehmon, o'zingiz kim bo'lasiz? Sizni qayerdan so'raymiz? Yosh yigit uy egisining savoliga javob bermay bir pas sukut qilib o'ltirdi.
Andın, mening ismim Tömür Malik. Jaddim memleketning savdogarlar tayyipsidan, o'zim Almaliqdan bo'laman, deb javob berdi. Andın hamrohini ko'rsatib, bu ishchi mening xizmatkorim bo'ladi. Bu yoq yordamchim Bagjak bo'ladi. Uy egisi to'taylarning ichidagi Bagjak deb atalgan kishiga lappida qaradi, uni tanidi. Chunki Bagjak qo'chug'iga davomliq berib keladigan savdogar bo'lg'achqa, uy egisiga bak tanishliq edi. Biz yamshilik ko'galik to'rining huzuriga ketyapmiz, deb qo'shimcha qildi heliqi Bagjak savdogar. Uy egisining yuragi qart qilgandek bo'lib, o'diqib turib qoldi-yu, biroq chandirimg'a bo'lib oldi. Uning chiroyidagi bu kichikkina o'zgarishmi heliqi yosh mo'g'ul to'risining sinchi ko'zlaridan qechib qutula olmadi. Xotirjam bo'l, biz seni baloga qo'ymaymiz. Bizni obdan kutganligingning haqqi uchun buni 2 yostiq ko'mishni ol. Mehmon, bundaq desam boshqacha o'ylab qolmang yana, dedi uy egisi uyalg'idan. Men bu xuddi sizlarga o'xshash musulmon taifsidan. Biroq ko'radagi tubanchuk janoblarining notunish odamlarni uyinglarda qo'ndirsanglar, ediqut kunchuk oliylarining qalam o'siklari bo'yicha qattiq jazoga tortilislar degan farmoni bo'lg'achqa, men sizlarni uyimda qo'ndirib qololmayman. Şuna canoblarining aybga buyurmasligini so'rayman. U birpas sukut qilib turgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Sizlar mushu mangancha davom beshi orqali qo'chug'a hargiz o'tib ketolmaysizlar. U birdilla ovozini pasaytirdi. Tubanchuk bagning lashkarlari davom beshini qattiq bekitib tashlagan. U yerdan odam turmoq uchar qanotni o'tolmaydi. Biroq Yarg'ol qo'chu taraflarga o'tkili bo'ladigan yana qanday yo'l bor? deb so'radi heliqi yosh yigit taqat qila olmay. Yo'lg'u bor, biroq uzoqroq menib ketisizlar, chunki aylanib menishga to'g'ri keladi. Qani aytib ko'rguncha. Sizlar tog' tog'rini bo'ylab, kun chiqish tarafga qarab 3 kun mansanglar, dedi uy egisi tafsiliy tushuntirib. O'tang davom deydigan tog' eg'iziga yetib borsizlar. Onun neriroqi kun chiqish tarafida yana bo'yliq davom, oqg'ul davom deb ataladigan yana 2 tog' eg'izi bor. Otliq odam tezroq mansa 4 kunda u yerga yetib bora oladi. Bu gapni anglab yiliqi yosh mo'g'ul yigit hamrohlari bilan sirliq ko'z beqishtirib oldi-da, andin. Ediqut kunchuk janoblari bu joyda mu lashkar turg'izganmi? deb asmoqchilab so'radi. Unisi menga noma'lum. Biroq dedi uy egisi shivirlab turib. Shu tarafdan kelganlarning aytganlaridan qaraganda, kunchuk oliylari bu joylardagi lashkarlarni yo'tkab ketibdi-dak. Shunga yaqindan beri o'tgan kechganlarni ancha to'sib ketmaydigan bo'lib qopti. Shundaqmi? dedi yosh yigit o'rnidan turib o'tib. Uning o'rnidan turganligini ko'rib, qolgan hamrohlarimi o'rnidan sakrab turishdi. Yağmur to'xtadi, havomi ichilib ketdi. Biz kecha-kecha minib qapchig'ay joydan birini tepib, atlarimizni o'tqa qo'yib to'ydirib olaylik. Andin u yerdan yana kun chiqish tarafdagi o'tang davonga qarab mangaylik. Alloh xolsa yo'limiz ochiq bo'lib qolsa ajab emas. Xayr xo'sh, omon bo'lsak ko'risharmiz. Tarix nomalarda Qo'chu Uyg'ur eli bir elning ismi. Uning 5 shahri bor. Bu shaharlarni Zulqarayn turlik haqani bilan butun tuzgandan keyin soldirgan deb tilga ilingan edi. Poytaxt Qo'chu shahri Mo'g'ulistondagi ashu eng qadimgi 5 shaharning birisi bo'lib, u tashqi qal'a va o'rda deb 3 qismga ayriladi. Shahar sepilining umumiy aylanmasi 14 chaqirim bo'lib, atrofi suv bilan liq to'ldirilgan chunqur xandak bilan ihota qilingan edi. Qal'a Ediqut kunchukning qo'shinlari kelib turadigan muhim qo'rg'on bo'lib, to'rt tarafi egiz
küngürülük sepil bilen oralgan idi. Ordu sepilinin 8 burjigege silingan egiz uşmu ravaqlarının aylanma pencerelerinden kasırının içige kuyaş nuri bivastı düşmegenlikten sarayının içi tolumu arambaxiş ve salqın idi. Kasırının pinhan hücrelari bilen tutuşudigan aylanma yölekler mermer taşlardan taraşlap sılık yasalgan badekler bilen ihatilengen idi. Bir-biri bilen tutaş hücra ve yöleklerden töt taraflik koru hasıl bolatdi. Sarayının bir xanısıdan yani bir xanısıga ötkülü buluduğun ayvan işiklerini sanap tüketkili bolmaydı. Altın yalıtılgan bu işiklerden yanıgan akis nurlar közünü kamaştıratdı. Saraydaki igiz törüklerge ejdahalarının heykelleri yamaştırılgan bulup, işiklerinin iki tarafıga kaş taştan uyup yasalgan yırtqış hayvanlarının heykeli öldürülgüsügan idi. Hücra hanılarının tanları rənglik mermer taş bilen kaplangan idi. Zümrət aramgahı qasırıdaki hücra, yölekler ve işik törüklerinin köpliginden yat adam uquşmay bu qasırının içigi kirip kalıdığan bulsa çokum adışıp qilip qaytıp çıkalmaydı. Şuna Edukut küncük etrafıdakilerge eğer vajra arxatlar bunun içige seyir qilip kirip kalgıdak bolsa çokum ezip kalıdı. Şuna biz bu sarayni Ezitqu saray dep ataylı degen idi. Qocu Edukuti küncük Çağatay saltanatının elçisi Çağatay Xani Toğluq Tömür'nün toluq hukukluq vekili Xan inisi Tömür Məlikni aşu Ezitqu saray Zümrət aramgahida qabul qıldı. Çağatay saltanatının elçilerini Edukut'nun hizmetçileri Tavçang dep atılıdığan divan xansığı başlap mağdı. Tömür Məlik Tavçang'ı kirvetip etrafta xuddi toңçıray arxatlarda ketip turuşkan bir-birinden qametlik qavul sipahlarını kördü. Tavçang'ın darizeleriga seriq yipek dar perdeler esilgan idi. Edukut küncük tördeki Nilüfer süretlik altın çirginde çaza kurup gidiyip olduratdı. O uçsığa aldı taraftan izmilinadigan keştilik şahane kızıl kepenek ton kiygen bolup çiçi çok sığı tügün çeklengen beşiğa çaqqanğına altın taç kiyip algan idi. O 50 yaşlar öpçörsüdü bolup boyu xelili egiz sal qosaq salgan ikki yelkisi egiz hem kang idi. Şuna bir qarğan adamga sal dümçekdek körünetdi. O qoluda Edukutluq belgisi savli canni çın tutup algan bolup bürkütlerinin közüdek ötkür mağrur qarşı bilen her qandaq adamni eymendirip qoyatdi. Onun közleri köküş bolup, o sozuncak yüzüden bir xil temkin, oyçallığı çıkıp turduğan koyup maş sakal, kanşarlık bir adam idi. Tömür Məlik Edukut küncütke tazim beca keltirgenden keyin Çağatay Xani Toğluq Tömür'nün möhri besilgan mektubni iki qollap ehtiram bilen onunğa tapşırdı. Edukut küncük xanның özüge yazgan mektubni okup bolğıça Tömür Məlik ve başka elçiler onun işareti bilen töven yan tarafdaki kimhap kurslarda edep ikram bilen jim olturuşdu. Bir hazadan keyin Edukut küncük şahsupa üstüden turup açık kinaye qıldı. Toğluq Tömürxan sülhiga kelip, men qo'ygan shartga ko'nsaң sana tinchlik berman debdi o. Hürmetlik Edukut alileri dedi baş elçi Tömür Məlik iki qo'lini ko'ksiga qo'yib.
Koçu İdiqutlığı 150 yıldan beri Çingizxan bilen Çağatay saltanatının təvəlikini bolup kelivatıdı. Tömür Məlik'nin sözü İdiqut Künçük tərəfindən qopanlıq bilen üzüp taşlandı. Biroq İdiqut Uygurları əcdadımız alıp Ertuğrul'dan tartıp muşu zımında yaşap gelmekte. Biz almisaqdan tartıp böğrünü uran dep uluqlaymiz. Hala bugünkün hiç kimmi körüp bakmagan ve tutup görmegen aşu Allah degen burhanınları baş urumez dep özümüzün itikadımızdan vazgeçendikenmiz uran. Yani kadimki Uygur tılıda belge, totem, simol, parol, em degen ma'nolarni bildirdi. Abdurdin. Alıp Ertuğ'a biz Mongollarning mu ulug' ajdadi, dedi Tömür Malik qilchimi uduqmasdan. Sizlar mu böğrün uluqlaysizlar, biz Mongollar mu hem böğrün uluqlaymiz. Biz mi hem böğrünü uran dep bilimiz. Bu cihatda biz sizlar Uygurlar bilen ortaqlıqqa ega. Bu fikrimizge Janobi alileri ökt qopmaysız gul deyman. İdiqut Künçük'nün ündümegenligini körüp Tömür Malik sözünü davamlaştırdı. Çağatay saltanatiga təvəlik bildirməslik memleketning birligiga berib taqıladigan zo'r masala. Albatta, u har qanday diniy e'tiqoddan ustun turadi. Shunga Çağatay xani Tuğluq Tömür sizga 3 turlik shart ichida birisini tanlash ixtiyorini berdi. Mubada o'zinglarning burhan dininglardan voz kechishni xohlamasanglar, uningga mayli. Faqat sulhiga kelib, Çağatay saltanatiga təvəlik bildirsanglar, jizya xiraj to'lashga ma'qul bo'lsanglarla, aslidagi e'tiqodinglarni davomliq saqlab qola olaysizlar. Saltanatimizning homiyligiga erishib, jismoniy va mol-mulkka kapolat bo'la olaysizlar. Qo'chu İdiqutligiga lashkar tartib kelmaslik, g'azinilarni bulab talamaslik, qon to'kmaslik ham bizning orzuyimiz. Undaq bo'lsa, Janobi Tömür Malik Çağatay saltanatining tat yo'lidagi buloq beshi, o'tang davan, bo'yliq davan, saybuloq qatorliq o'tganlarda zo'r qo'shin turg'izganligini qanday tushundirsiz? Biz Qo'chuga İdiqut Janobi oliylari bilan urush qilish uchun emas, balki sulhi qilish uchun keldik. Hozir ko'klam fasli. Bu faslda insonlarla emas, balki butun tabiat dunyosidagi gul-giyoh, o'simliklar, uchar qanot hayvonotlar, jon-jonivorlarmi jangga chidolsiz yashashga muhtoj ham tashna. Sizning ulug' buvingiz İdiqut Barchoq Artekin texi bizning ulug' buvimiz Chingizxonga 5-o'g'il bo'lgan. Çağatay saltanatining har qaysi gumruk o'tganlarda lashkar turg'izganligi Çağatay ordusining Tuğluq Tömürxan Janobi oliylarining saltanat surini unumli joriy qildirishining muhim belgisi hisoblanadi. Chunki Çağatay ordusi xolsa chalish yoki qamildimi lashkar turg'izish huquqiga ega. Alhol qaysi shartni tanlash masalasiga kelsak, ixtiyoringiz tamamen o'zingizda. İdiqut Künçük öz xalqining taqdir istiqboli bilan bevosita chetishlik bo'lgan bundaq zo'r ish ustida astoydil o'ylanmasi bo'lmaydiganligini cho'nqur his qildi. Chunki bu zo'r ish xuddi uning ko'z oldida to'xtamay pilildab yenib turgan shamning ushqunidek uningga umid bag'ishlab turadi. U bu umid uchqunini tutib olmoqchi bo'ldi. Biroq ushqunga qo'lini uzatsila, ushqun yalqinga aylanib ketib, uning qo'lini ko'ydirdiganligini bildi. U bu umidining ishga oshadigan, oshmaydiganligi haqida bir narsa deyolmadi. U oxiri bir qarorga kelishga majbur bo'ldi. Bizmi behuda qon to'kilishni xohlamaymiz, dedi İdiqut Künçük Tuğluq Tömürxanning maktubiga yana bir qitim qarab o'tgandan keyin. Men ra'yat bilan maslahatlashgandan keyin oxirgi qarorimiz haqida sizga aniq javob beraylik. Shunday qilib, bugungi suhbat mushu yerda oxirlashdi. Shu kuni yerim kechida
Ediqut Künçük Badilsa ibadatxanasının baş rahip kalani Şazın Ayğuçi 3 ağlıq el bagat Tetinsu tutun Ediqut Bargah qoşununun yaş sardari Arıslan Öge ve Ediqut'nın xazini begi baş qalançı Otçu buyruq qatarlıq dövlət erkanlarını dərhal Zümrət aramgahıga çaqırıp kelip bugünkü söhbətinin məzmunudun ularını vaqıflandırdı ve sizlarga ma'lum, men azaldan ko'z qarashlarimni yoshirgan emasman. Sizlarga shuni aytib qo'yayki, dedi u salmoq so'zlab. Hozirgi vaziyat biz uchun intayin foydasiz bo'lmoqda. Chag'atay xoni Tug'luq Temur islom diniga e'tiqod qilgandan boshlab hamma kishi umid bog'laydigan xaqonga aylandi. Chag'atay ulusi orasida biz uningga eng yaqin qo'shna. Onun ustiga Chag'atay saltanati tat yo'lidagi har qaysi gumruk o'tganlarni zo'r qo'shin avatib qattiq qamal qilib oldi. Mubada ular bilan bizning o'ttirimizda urush portlab qolsa, biz mag'lub bo'lamiz. Hatto chak chekimizdan tugishimiz. Undaq bo'lsa, sizningcha qanday qilish kerak, pushtipana aholiylari deyishdi ular. Bizga Tug'luq Temur xonning saltanatini e'tirof qilish, uningga e'tiqod qiladiganligimizni bildirishdan boshqa yo'l yo'q, dedi Ediqut Künçük. Shunda qilganda o'zimizni bu halokatli taqdirdan qutuldirib olaymiz. Ediqut oliylari danadur, deyishdi erkanlar. Undaq bo'lsa, sizlarning muddaolari bo'yicha ish qilaylik. Oliylari nima desa, shu bo'lsin. Hazır aldığımızda tanlashga tegishlik 3 yo'l bor. Birisi e'tiqodimizni o'zgartirib islom diniga kirish. Birisi Tug'luq Temur xonning zo'r qo'shini bilan urush qilish. Yana birisi Chag'atay saltanati bilan sulhiga kelib, uningga jizya xiroj topshirish. Ediqut Künçükning so'zi oxirlashgandan keyin saroyning ichi bir bas jimjitlik bosdi. Oxiri o'rdadagilar bir eg'izdan birinchi yo'lni, ya'ni islom diniga kirishni qat'iy rad qildi. Ular urush qilamiz desa kuchimiz yetmaydi. Shunga ikkinchi yo'lni mang'il bo'lmaydi. Hozir faqat 3-yo'lni, ya'ni e'tiqodimizni o'zgartmaslik oldingi sharti ostida jizya xiroj topshirish yo'lini o'ylashga bo'ladi deb hisoblashdi. İkinci kundagi suhbatda Ediqut Künçük Chag'atay ordusining bosh elchisi Tug'luq Temur xonning to'liq huquqli vakili Temur Malikka mubada Chag'atay saltanati bizning e'tiqodimizga daxl taruz qilmasa va fuqarolarimizning jismoniy bexatarligi bilan mol mulki kapolatligi e'lon qilinsa, xon o'ttirg'i qo'ygan sulhiy shartlarni qabul qilishni xohlaymiz deb uqtirdi. Shuning bilan ikki taraf o'ttirsidagi jizya xiroj to'lash usuli haqida qizg'in munozaralar va muzokaralar o'tkazildi. Qo'chu Ediqutligi yilga 50,000 kibaki hisobida jizya xiroj topshirgandan keyin Chag'atay ordusi Qo'chu Ediqutligiga oliy muxtoriyat berib, uning bilan inoq o'tishga va'da berdi va Qo'chu Ediqutligidagi har darajalik rahiblarni amaldan qoldirmaydigan, ibodat xonalarni hozirgi manfaatidan mahrum qilmaydigan, ularning turli imtiyozlarini ojizlashtirmaydigan, hatto Qo'chu Ediqutlarining ichki ishiga aralashmaydigan bo'ldi. Tat yo'lidagi har qaysi gumruk o'tganlar Chag'atay mamlakatiga to'liq echitilgandan keyin O'rda Mo'ri oldingi sepidagi qo'shinlarni 100 chaqirim shimolga yo'tkab ketadigan Qo'chu Ediqutligi ilgirgidaklar Chag'atay saltanatiga qaram bo'lib, mangu tinish ittifoq o'tadigan bo'lib bitim tuzildi hamda bu bitimga ikki taraf almoqlikda imzo qo'ydigan bo'lib kelishdi. 7-bob oxirlashdi.